Bu yıllık Ramazan mezgildimi Xitoy doiralari Uyg'urlarning ro'za tutib olishidan ansirab, Uyg'urlarni o'z irodasiga xilof ishlarni qilishga majburlagan. İtaliyadagi Zimiston nomli diniy erkinlik to'rbiti 18 may kuni xabar berib, Xitoy doiralarining ichki o'lkalardagi Uyg'ur o'quvchilarining Ramazon oyida ro'za tutishini cheklaganligi, ularni cho'chqa go'sht yeyishga majburlaganligini bildirdi. Xabarda aytilishicha, Shannondagi bir to'liq o'rta maktabning o'qituvchisi ularning maktabidagi barliq Uyg'ur o'quvchilarining Ramazon oyida cho'qim tomoq yeyishi kerakligi, ularning Xitoy o'quvchilar bilan birga cho'qim cho'chqa go'sht yeyishga majbur ekanligi, ro'za tutishga yo'l qo'yilmaydiganligini bildirgan. Xitoy hukumati uzundan beri Uyg'urlarning ro'za tutishini cheklab, har yili Ramazonda Uyg'urlarni atiyalik noshtalikqa yoki tushlik tomoqqa o'rinlashtirib kelgan. Tamaq yeyishni rad qilganlarni asabiylik ideyasi bor degan sabab bilan yig'ib olish lagerlariga yoki qamoqqa hukm qilgan. Yaqinda radiomiz bu yillik Ramazon oyida doirlarning Uyg'urlarning qo'shni qulumlarining ro'za tutgan tutmaganligini nazorat qilishga salganligini oshkorlagan edi. Yaqinda Xitoydan tarqatilgan TikTok sentorida Uyg'ur elidagi Uyg'ur o'quvchilar va har qaysi yezi kentlardagi Uyg'ur fuqarolarining kunduzlari obja g'izolantirilgan ko'rinishlari tarqalishga boshladi. Ba'zi ko'rinishlarda kent a'zolarining kunduzda o'rinlashtirgan ziyofat faoliyatlari tortilgan bo'lib, buningda bir to'p Uyg'urning maydonda tizilib aroq va pivo ichish o'yinlarini o'rinlashga silinganligi ko'rsatilgan. Ba'zi aniq bo'lmagan sin filmlarda bu xil Ramazon mezgilidagi kunduzlik ziyofat faoliyatlari masjidlarning ichidami ilib berilganligi namoyon bo'ldi. Bu faoliyatlarga oid Xitoy va Uyg'urlarning masjid ichida so'rin tuzib aroq ichkash, g'izolanib vazmi qilayotgan ko'rinishi tortilgan bir sin filmi muhojiratga Uyg'urlarning g'azab nafratini yuqori pallaga chiqargan. Ammo buning Uyg'ur elining qaysi joydagi masjid ekanligi ma'lum emas. Uyg'ur elida Ramazonda kunduzi kollektiv tomoq yegizish, idora o'rinlarida Uyg'ur xizmatchilarga suv ichkizish, oshkora holda ro'za tutmaslikqa chaqiriq qilish va belgilama chiqarish ilgirdan tortib davomlashib kelmoqda.